Kuvayt, Qatar, Ummon 3 xil yo'l. Kuvayt kirish oson, Qatar tez pul, Ummon barqaror hayot. Kuvayt yashirin imkoniyat. Kuvayt haqida deyarli hech kim gapirmaydi, lekin aynan shu sababli bu yerda ish topish ba'zan osonroq bo'ladi. Ko'pchilik Dubay yoki Qatarni tanlaydi va aynan shu yerda ular xato qiladi. Kuvayt kichik, lekin boy davlat. Neft iqtisodiyoti, pul bor, ish bor, lekin mashhur emas. Demak, raqobat kam. Shuning uchun boshlovchilar uchun ideal kirish nuqtasi. Ish bozori, kengaytirilgan tushuntirish, mehmonxona xodimi, tozalash, resepsion, servis, ofitsiant, mijoz bilan ishlash, tezlik muhim, tozalovchi, oddiy, lekin doim talab bor, qurilish ishchisi, jismoniy kuch, haydovchi, yetkazib berish, kompaniya, ish. Saytlari byte.com, axtabut.com, kuwaytjobs.com, expatriates.com. Kuniga 10 dan 20 ariza. CV sodda, ingliz tilida. Ko'pchilik aynan shu yerda to'xtab qoladi. Oylik plus real pul. $700 dan $1400 gacha yashash, ko'pincha bepul. Bu yerda katta pul emas, lekin boshlash mumkin. Viza, sponsor, pasport, medko'rik $300 dan $1000 gacha. Haqiqat, issiq, 10 dan 12 soatgacha oddiy ish, lekin kirish oson. Kuvayt boshlash uchun yaxshi, lekin agar sen tez pul topmoqchi bo'lsang, keyingi davlat butunlay boshqa daraja. Qatar. Qatarda pul bor, lekin hamma bu pulni ola olmaydi. Real. Sharoit issiq, intizom, yuqori talab. Bu joy kuchli odamlar uchun. Ish bozori, mehmonxona, restoran tozalash, xavfsizlik qurilish. Bu yerda tezlik va sifat muhim. Ishni qayerdan topish kerak? Ish. Saytlar indeed.ca, gulftalent.com, linkedin.com/jobs, qatarliving.com. Professional platformalar, CV kuchli bo'lishi kerak, ingliz tili muhim, intervyu muhim. Bu yerda oddiy CV ishlamaydi. Oylik $800 dan $1500 gacha, ba'zida ko'proq. Tez pul, viza, sponsor kontrakt, medko'rik $500 dan $1500 gacha. Haqiqat, bosim, stress, raqobat, lekin pul tez. Agar Qatar sen uchun juda qattiq bo'lsa, yana bitta variant bor. U yerda pul kamroq, lekin hayot yengilroq. Ummon ko'pchilik e'tibor bermaydigan davlat, lekin aynan shu yerda eng tinch ishlash mumkin. Muhit, tinchlik, xavfsizlik, kam stress. Bu joy boshqacha. Ish bozori, mehmonxona xodimi, ofitsiant, tozalovchi, qurilish, haydovchi, oddiy ishlar ish. Saytlari indeed.com, gulftalent.com, naukraguluf.com. Oylik $600 dan $1200 gacha kamroq, lekin yetarli. Viza, sponsor, pasport, med, ko'rik $300 dan $1000 gacha. Haqiqat, o'shish sekin, katta pul yo'q, lekin barqaror. Endi tanlov: Kuvayt, boshlash, Qatar, tez pul, Ummon, sokin hayot. Sen qaysini tanlaysan? Kommentda yoz.